Xotin! Xotin. Dadasi keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xotin, birinchi marta sen bilan shunaqa faxrlandim bugun. Menday qizni olganingizdan keyin faxrlanasiz-da. Axir men mahallamni eng oldi qizlaridan bo'lganman. Endi mahallangni qayerdagi qiz bo'lgansan bilmadim. Lekin bugun hayotimizda bitta kuritoy pavorat bo'ladi-da. Kuritoymi, ne kuritoymi? Menga farqi yo'q. Menga hammasi yarashaveradi. Momom aytardi. Ayolingga bitta cho'p bersang, uni daraxt qiladi derdilar. Daraxtdan gapmi, dadasi? Bitta cho'pdan o'rmoncha yasayman-ku. Menimcha qurib ketgan o'rmon haqida aytyapti bu. Ayolga mehr bersang, seni baxtli qiladi derdilar. Axir baxt men bilan birga tug'ilgan. Endi hamma baxtni har xil tushunadi-da. Menimcha baxt yoshligida o'lib ketgan. Ha yana, agar ayolingga un bersang, uni non qiladi derdilar. Ha endi lag'mon bilan mantiq qilolmasam ham, 4 ta tuxum pishira olaman-ku. Momom yana bitta gap aytganlar-da. Ayolingga pulli joyini aytmagin deganlar. Aytsang, xolavayron qiladi deganlar. Momingiz rosa ko'p gapirar ekanlar. Bugun bankka bordim, kreditlarni to'layman deb. Lekin negadir plastik kartochkamda bir so'm puli yo'q. Savol: o'lgur qayoqqa ketdi ekan? Javob. Javob yo'q. Kechiring dadasi. Men biroz kayfga berilib ketdim-da, lekin siz xavotir olmang, kurgimdagi qizlarning hammasi dastoyni qaytaradi hammasini. Onasini yemsin. Har oy shu ahvol. Bir kishi itda ishlab keladi, bir kishi kayf qilib ishlatib boradi. Yana kurgi bormish. Kayfga berilganmish. Senga bir zo'r savolim bor-da, xotin. Tayyormisan? Tayyorman, dadasi. Seni hayotingda eng muhim narsa nima? Pul? Sen bunday o'ylab javob bergan muhim narsa deyapman. Yo'q, baribir pulga tortib ketyapti-da. Pul. Javobim pul. Pul deb tug'ildi, pul deb o'yladi. Xotin, mana shu tasavvur qil. Hayotingdan pul degan narsani olib chiqib tasha. Mana endi sen uchun eng muhim narsa nima? O'ylab turib javob beraymi? Yo'q, sen o'ylama. Senda unaqa narsa rivojlanmagan. Prosta javob ber. To'g'risini aytsam, boya xayolimdan chiqarib tashlagan pullaringiz bor-ku, o'sha eng muhim narsa. Xotin, bir kun kelib o'lsang bor-ku, odamlar nimadan o'ldi deyishsa, hakalak otib ketgan nafsi o'ldirdi deyman. Oy popovni, oy tovoqdek basharasini nasrinasi yo'q-ku. O'tiribdilar yalpayib. Dadasi, vajni gap bor. Sizni vajni gaplaringiz oxirgi paytda cheres churt ko'payib ketmadimi, xotinjon? Bunisi совсем boshqacha. Gap hozir aylanib o'rgilib pulga borib taqaladi. Pul bermasam janjal qiladi. Men esa pul uchun lubboy janjalga tayyorman. Men o'zimni shaxsiy miyam bilan majlis qilgan holda bir qarorga keldik. Men siz bilan ajrashaman. Shom payti xushxabar eshitaman deb o'ylamagandim. Nimaga o'zi tinchlikmi? Nega ajrashmoqchisiz? Короче, sizni hurriyotishingiz meni jonimga tegdi. Uyda bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham, uyning hamma xonalarida, hattoki devorlardan ham hurriy ovozi eshitiladi. Men yaqinda aqldan ozaman. Nagli basharaga sakrash-ku, ha? Men yasholmayapman. Keyin siz chesnok yeysiz. Yo'q, bir ikkita yeysiz ham mayli, tog'oralab, vagonlab yeysiz. Kechayu kunduz yeysiz. Yana kamiga o'sha hid bilan kechasi meni basharamga qarab hurriy otasiz. Sen meni yeganimni gapirdingmi? O xotin, shu uyda biror marta seni pashsha chaqqan? Yo'q. Chunki ularning hammasi zaharlanib o'lgan. Nimadan? Chesnoy hididan. Yo'q, bu ham mayli. Sizchi hojatxonaga kirasiz. Siz prosta kirmaysiz, soatlab qolib ketasiz u yoqda. Shu bitta naqshchani shunda olasiz, tili tagiga shunda tashlaysiz, bu yog'i ketdi-da. Soatlab yo'q bo'lib ketasiz. Dadasi, to'g'risini ayting. Yo nima? Hidi kayf beradimi? Endi uni kayfini boshqa kayf bilan aralashtirma. Buni butun dunyo biladi. Endi bu ham bir nosi kayfidagi kayfda. Jirkanch. Ha o'zlarichi? Hammomga kirib olib, zubni shotgani olib, Jennifer Lopesga o'xshab
tinmay qo'shiq aytasan. Hech bir tashqaridan ovozingni eshitganmisan? Sanda bor-ku, sulh o'lgan. Ovozing bahona ovoziga o'xshaydi. Falsh. Qaysi baho? Ha, o'rtog'im, Sharg'undagi baho. Xullas, bo'ldi. Ajrashaman. Baribir shunga bordi-ya. Xo'p, yaxshi. 5 million. Roziman. Endi ajrashmaysan? Siz bilan ajrashib bo'ladimi? Bu chesnok, pesnok, xurrak. Sizni bor-ku, hidbidingiz bilan, xurrak-purragingiz bilan sevaman. 2 soatdan keyin kartamga tashlab qo'yarsiz-a? Bu ifloschani yo qorni ochsa ajrashaman deydi, yo puli tugasa. Xotin, kimga dazvolni berishga kech qolyapman. Biz siz bilan urushganmiz. Kerak bo'lsa o'zingiz qilib oling. Oh bella ciao, bella ciao, 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 una mattina. Ay, zara chiqqan endi. O xotin. Ha, Zara chiqib chiqmay? kerak bo'lsa chiqib o'zingiz oling. Biz bilan urushganmiz. Xotin. O, to'g'riga qoch televizor ko'rsatsa. Xotin, bir choy damlab, bir odamlarga o'shanda choy ichaylik. Kerak bo'lsa o'zingiz damlab oling. Achchiqqina qilib. Biz siz bilan Ha, urushganmiz onasini yapsin. Asaldormiz. Yashamaylikanda. Turing qoldi. Turq tarovating ko'zingga allergiya beryapti. Biz sen bilan urushganmiz. past kelaman. Dadasi, ancha chiroyli kunni ko'rdim. Iltimos, olib bering. Biz sen bilan urushganmiz. Uzr, dadasi. O'sha kuni bilmasdan sizni xafa qilib qo'ydim. Qilgan ishimdan juda ham afsustaman. Kechiring, iltimos. Yarashaylik. Lekin ko'ylak olishingga, atir olishingga pul yo'q. Shuning boshiga 4 ta balon oldim. Ha, mashinaga 4 ta balon, menga shimildir ham yo'q. Siz bilan urushib, to'ppa-to'g'ri qilganman. Между прочим, men ham seni kechirganim yo'q. Chunki bunga qalbim yo'l qo'ymaydi. Assalomu alaykum aka. Taksimi? Ha, taksi. Musobat beka pulini. Nechi meros? 25. Bo'ladi, o'tiring. Aka, faqat qarangda. Tezroq boramiz, shoshtirma, mayli? Tamam, bo'ldi, tamam. Aka, sal tezroq yuring, 35-40 bilan yuribsiz-da. Hech bo'lmasa 60 ta yuring. Aka, men 15 yildan buyon taksilik qilaman. Siz menga ishoning, tushirib olib boraman hozir. O'z qayerga ketyapmiz? Yunusobodga aka. Ha, boya aytdim-ku. Endi biz bu yoq taraf bilan ketamiz. Aka, Yunusobod bu yoqqa emas, bu yoqda. Endi bu yoq taraf bilan ketamiz. Aka, kelet olasizmi? Biroq shoshmay, yo'limiz bo'zib ketamiz. Aka, hech qolyapman dedim-ku. Assalomu alaykum. Maksim yo'lkiga. Bo'ldi, biroq ketdi. Chiqing. Aka, Toshkent yaxshi zo'r bilakansiz-a? Va Maksim ko'lga bu tarafdan, Yunusobod bu yoqda bo'lsa. Ha, siz siqilmang. Biroq shu tashimiz uchun megaga boramiz. Assalomu alaykum aka. Qayerga ekan, biroq? Hamidonjonga. Jalolda bo'lasiz. Aka, endi bo'ldi, dayim hamma narsa insof qiladi. 5 marta ovozga chiqish mayli. Oyog'imga ham chiqyapsiz, aka. Menga planetga borishim kerak edi. 2 soat o'tdi. Agar shuni ham olsangiz boka, tushib qolaman men. Mana aka, yetib ham keldik. Endi aka, to'g'ri tushunasizlar. Tirikchilik-da bizda ham. Tirikchilik? Va tirikchilik deb, mani tirikchiligim chiqding. Ish tugadi уже. Uyga ketsam ham bo'laveradi. Tashlab qo'ying aka. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Aka, To'g'ridan chapga. Ha, tez, tez. Bankomatgami? Ha, bankomatga. Aka, men pul uchun qo'lida. Tezlashing. Yo'q qoldimi? Tezlashaylik. Hozir kredit yechib oladi. Gel gelirse.